Aslida hamma jirovoy gepatozda yog'larni eritishga harakat qiladi, lekin uni kelib chiqish sababini oshqozon osti bezi shamollashini davolashga harakat qilishmaydi. Buning uchun torpedani damlab ichganda oshqozon osti bezi shamollashini davolab beradi. Bu bilan birgalikda lobar ildizi, bu ham qarang, oshqozon osti bezi shamollashini davolaydi, ham qon tomir devorlarini kengaytiradi, qon aylanishini yaxshilab beradi. Bular esdan chiqmasin. Xalq tabobatida eng keng qo'llanilgan qadimiy giyohlardan biri qora andiz. Qora andiz ham ichak shamollashlariga yaxshi, undan tashqari bu bo'g'im og'riqlariga yaxshi. Men kitoblarni o'qiganimda aynan qora andiz uchun 9 varoq narsa o'qiganman. 9 varoq juda ham kuchli, noyob giyoh. Karkade davleniyani tushirish uchun noyob giyoh hisoblanadi. Bosh og'rig'ini davolab beradi. Choy qilib damlab ichganingizda ta'mi ham juda ham mazali. Buni asosan mana zborniy chayi qo'shib ishlataman. Buni ichida bismertnik, kalendula